Samarqand viloyati bojxona boshqarmasida zamonaviy talablar asosida jihozlangan maxsus surishtiruv xonasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Yangi tashkil etilgan maxsus surishtiruv xonasi jinoyat protsessida fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, tergovga qadar tekshiruv hamda surishtiruv ishlarining sifatini va shaffofligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Samarqand viloyati bojxona boshqarmasida zamonaviy talablar asosida jihozlangan maxsus surishtiruv xonasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ta'kidlanganidek, yangi tashkil etilgan maxsus surishtiruv xonasi jinoyat protsessida fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, tergovga qadar tekshiruv hamda surishtiruv ishlarining sifatini va shaffofligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu xonada so'roq qilish, yuzlashtirish, shaxsni tanib olish, shuningdek, videokonferens aloqa orqali masofaviy tergov harakatlarini amalga oshirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy infratuzilmaning foydalanishga topshirilishi bojxona organlarida protsessual harakatlarni samarali tashkil etish, surishtiruv jarayonlarini zamonaviy talablar asosida olib borish hamda fuqarolarning huquqlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qilishi qayd etildi. Tadbirda viloyat bojxona boshqarmasining joriy yilning o'tgan 6 oyligidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurash sohasidagi natijalari ham ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, hisobot davrida 926 huquqbuzarlik holati aniqlanib, qariyb 39 milliard so'mlik noqonuniy tovarlar ushlab qolingan. E'tiborlisi, o'tgan yilning mos davriga nisbatan huquqbuzarliklar soni 218 taga kamaygan bo'lsa-da, ushlab qolingan tovarlarning umumiy qiymati 19 milliard 350 million so'mdan oshgan. Shuningdek, mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash, kontrabanda va huquqbuzarliklarga qarshi kurashishda munosib hissa qo'shgan bir guruh xodimlar bojxona qo'mitasining tashakkurnomasi bilan taqdirlandi. Tadbir doirasida yana bir muhim yangilik sifatida Samarqand shahri markazida bojxona qo'mitasi ruxsati asosida bojxona servis davlat muassasasi Samarqand viloyat bo'limi tomonidan litsenziya asosida zargarlik buyumlari hamda qimmatbaho toshlardan tayyorlangan buyumlarni sotishga ixtisoslashgan savdo rastasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Ma'lumot uchun, joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan 64 ta holatda qiymati 3,7 milliard so'mlik, og'irligi 5 kilogramdan ziyod bo'lgan zargarlik buyumlari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi.